Qanaqasiga bitta marafonda ishtirok etib, 6 ta medalni qo'lga kiritdim. 7 dekabr kuni yangi O'zbekistonda marafon bo'lib o'tdi. ProRun ushbu marafonni organizatsiya qildi. Medallarni qarang ko'pligini va har xil start zonasi. Ram paketning ichida futbolka bilan baff bor ekan. Razdevalka ham o'zgacha stilda ishlangan. Futbolka zo'r tushdi. Start boshlashdan oldin sherigim bilan birpas yugurdik. Marafon bayroq qabul qilingan kuni uchun tashkil etilgan. Odamlar ko'payishni boshladi. Yosh kattalar ham, yoshlar ham bor. Shunaqa marafonlarda o'zingiz qiziqqan, hobbiga qiziqadigan insonlarni topa olasiz. Hech qanaqa yugurish kofesiz o'tmaydi. Konsta ham ashula faqat yuguradiganlar orasida fanatik ham ekan. Bularga men vobshe hayron qoldim. 70-80 ga kirishgan bo'lsa ham peshqum 3,5 kilometr yurishdi. Birinchi bo'lib bolalar 600 metr yugurishdi. Malatsi. Va kattalarni ham startga chaqirishdi. Start beradigan odamga sanalishni bilmas ekanlar. Yugurishni boshladik. Bu yerda ko'pchilik endi birinchi marafonga kelgan. Qora jentra deb bosib yugurib o'tib ketishdi. 400 metrdan keyin o'sha peshqum yurishga o'tishdi. 1 kilometrdan keyin peshqum yuradiganlar soni yana ham oshib ketdi. Shunisiga ham gap yo'q. Nimadirdan bo'lsa ham boshlash kerak. 400 metr, 200 metr barabanga qoyil qoldim. Bunaqasini faqat chet elda ko'rgan edim. Finish qildim. 3,5 kilometr 20 minutda. O'rtacha rezultat. Suv ichib oldim. Hammani medali har xil ekan. Almashtirsa bo'lar ekan. Men almashtirishga ketdim. O'zimga yoqqanini oldim. Atmosfera vobshe zo'r. Oxirida o'rin egallaganlarga sovg'a berishdi. Tanishlar ham chiqib qoldi. Odam kamaygandan keyin men yana 5 ta medal oldim. Sizlarga men vijdonim qiynalmasligi uchun aytib qo'yaman. Agar uni eng ko'p like yig'gan kommentariy egasiga bitta medal berib yuboraman.